bo'lgan. Qarang, tonus degani, ana ekranga qarasangiz ko'rsataman o'zingizga. Mana bu tepadagi bachadoningizni nimasi, platsentasi, yo'ldoshingizda. Mana bu pastdan bo'rtib chiqib turibdi, ko'ryapsizmi? Bachadon devorining qalinlashgan sohasi. Bachadon o'zi go'shtli massada, o'sha go'shtli massani qalin bo'rtib chiqib qolgan joyi tonus deyiladi. Bu vaqti bilan charchaganingizda, asabiylashganingizda, ko'p yurganingizda, dam olganingizda o'tib ketishi bu normalniy holat. Hozircha masalan o'tirgansiz yoki asabiylashgansiz, shuning uchun qalinlashib qolgan. Biroz dam olsangiz o'tib ketsa normal. Og'riqli bo'lib doimiy yursa, unda buni lecheniya qilish kerak bo'ladi. Hozir sizning holatingiz faqat lokalniy tonus, bir qisman joyi gipertonus emas. Gipertonus ketishi qiyin bo'ladi. Lokalniy tonusda odatda ayol unchalik qiynalmaydi. Vaqtinchalik og'riq bo'ladi, o'tib ketadi keyin. Хорошо. Homiladorligingiz oxiriga borib tonus bo'lishi